Assalomu alaykum barchaga. Kalla pochta sentri muxlislari, bugun akalarimiz Qirg'izistondan kelibdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Abdulla aka, yaxshi yetib oldingizmi aka? Charchab qolmasdan. Allohga shukr. Aka, yo'l uzoq bo'ldi. Ko'rsatingda nomerni. Necha kilometr chiqadi aka atrofi? 200 kilometr chiqadi. 200 kilometr. Qirg'izistonda Jallobod shahridan keldik. O'zbekistonga alangan. Assalomu alaykum. Shu Kalla pochta sentrga keldik. Instagramlarda shu akamizni qilayotgan ishlarini kuzatib boramiz. Ko'rib ishtahalarimiz ochilib ketadi-da, shuni bir borib yeb ko'rmasak bo'lmaydi ekan deb turib oxiri keldik. Videoda ko'rgan boshqa, va bir yeb ko'rgan ming marta afzal deydi. Ishlaringizga omad, yeb maza qildik. Ko'rgandan ham bir zo'r ekan, baribir sizlar ham shu akamizga podpisa tashab, like bosib, hammaga tarqatib qo'yinglar. Qirg'izistondan ham kelinglar, tug'andar. Assalomu alaykum. Mana shahrimdagilar bizni ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha Namanganga, O'zbekiston shahri Namanganga kelib, o'sha kalladan Shiraqtardan etlardan jeb ketishni sizlarga bir sunishtayim. Atak damni ayovay so'nin o'zingizga dag'i ochishga xudo xolasa harakat qilamiz. Bu akamiz bizga uyratdi, xudo xolasa borib ochamiz. Aka, hozir bitta fikr kelib qoldi. Bizni hozir kuzatib kelgan kollaboratsiya qilamiz videoni. Qirg'izistonliklar aktivroq bo'larmikin yoki o'zbekistonliklar aktivroq bo'larmikin? Keling bitta shart qo'yaylik-da. O'zbekistonliklar komment yozsin, qirg'izistonliklar aka podelisiya qilsin aka. Nima deysiz? Shunday qilamiz, tug'andar. O'sha akamiz so'zini o'qitgar. Qirg'izistonliklar podelisiya qilamiz, maksimalniy repost qilamiz do'stlar. Bir Qirg'izistonda qanday aktivniy ekanligini bir ko'rgazib qo'yamiz do'stlar. Like'dan bosib, podpiska qilib, kommentarda yozamiz tug'andar. Xudo xolasa aka, o'zbekistonliklar ham normal aktiv ko'rsatishadi lekin bizni obunachilarimiz akalar bitta bosib orasida o'zbeklarning qanaqangi poddeshiyasini ko'rasiz. Xudo xolasa lekin qardosh xalqimiz, Qirg'iziston akalarimiz ham poddeshiyasini ko'ramiz. Qirg'iziston, Manas, Bishkek, O'sh, Sila tug'andar bosamiz, maksimalniy do'stlarga repost qilamiz tug'andar. Abdullaga kelgan uchun kattakon rahmat aka. Xudo xolasa eng yaqin do'stingiz ismlari nima aka? Bizda rakurs bor. Eng yaqin do'stimning ismi Islom. Islom aka. Islom akani Kalla pochta sentrga olib kelasizmi aka? Bo'ldi, olib kelamiz xudo xolasa. Islom aka, Abdulla aka bilan birga keladigan bo'lsangiz, imuni siz uchun aka alohida bitta set qilib beraman. Bir maza qilasiz. Yaqin do'stim, birodarim deyaptilar, inshaalloh. Do'stim eshitdinglar? Kutib qolamiz aka, kelaverasizlar. Charchamanglar. Salom aka. Aka, Bo'ldimi, yaxshimi? Zo'r aka.